qayerda ko'rmagan qaymoqli, mazali, qip-qizil bo'lib chiqadigan birinchi retsept bilan bo'lishaman. Buning uchun bizga yog'liroq sut kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib sutning yarmini qizdirishdan boshlaymiz. Idishga tuxumni chaqib aralashtirib, sovuqroq sutimizni quyib aralashtiramiz. Ketidan qaynoqqina bo'lib turgan sutni quyamiz. Bir qoshiq to'la mazali qaymoqdan solamiz. Aynan mana shu qaymoq bilinchik ta'mini 100% o'zgartirib yuboradi. Tuz, ichimlik sodasi, un solib yaxshilab aralashtiramiz. Eng so'nggi qismida esa o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib, elakdan o'tkazamiz. Shunda bilinchik yanada mayin bo'lib pishadi. Tavani qizdirib, bilinchiklarni pishirishga boshlaymiz. Qizigan tovada bilinchik teshik-teshik bo'lib chiqadi. Nachinkasi uchun tovaga yog' solib, piyoz hamda qiymani tuz sepib qovurib oldim. Eng mazali nachinka shu bo'lsa kerak. Tayyor bo'lgan bilinchiklarga bir qoshiqdan solib, ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Qaymoq ta'mli mazali bilinchik oralariga sariyog' surishga ham hojat yo'q. Hattoki nachinkasiz yesanglar ham shunaqa mazali bo'ladi, ta'mi og'iz yerida qoladi. Voy pazanda muslimalarim, retseptni saqlab oling. Retsept yoqqan bo'lsa, nodirangizni duo qilib, mehringiz isboti yurakchani bosib qo'yishni